Salam hörmətli görürmən dostlar. Bugünkü tema muxlar üstüdə bulmaqçı. Aldığım qatımlıq videoda mən ösümlüklər dünyasındakı 6 çoğ tip haqqında söz degandim. Bunun içində ösümlüklər tədrici tərəqqiyat jarayonida tərəqqi qılıb muxlar gələn vaxtida dəstləbki qədəmdə g'ol, yopurmaq, yıldızlar şəkillanışqa başlagan degandik. Yəni ondan başqa ösümlüklər suyun içində yüzlərlik üzün taşlab ösüşdən muxlar gəlgəndə üstüge qarab, ösüşkə qarab tərəqqi qılgan degandik. Mana bu görüb atqanlar daraxtning qovuzuqida o'sgan muxlar, daraxtning qovuzuqida o'sibdi. Bu qarmoqqa intayin kichik, ham bir xil gilamning tukidek ko'rinadi. Tutsak intayin yumshoq. Hava ısığa vaqtida qurib ketadi, amma yağmur yağış aman yana asliga kelalaydi. Bu intayin yumshoq julg'ulimi bo'ldi. Hamda bu ko'rib atqanimiz dastlabki qadamda yopurmaq, g'ollar shakllanishga boshlagan. Hamda buning yildizi yolg'on yildiz bo'ldi. Faqat va faqat mushtaq o'zi o'sayotgan daraxt yoki toshlarning ustiga tutib turish rolini o'ynaydi. Ammo bu muxlar asosliq suv va oziqlik moddalarni havodan sömürdigan bo'lg'achqa, havoninki bulg'unish darajasiga bo'lgan sezgirligi intayin yuqori. Shuning uchun xalqarada havo sifatining yaxshi yomonligini o'lchaydigan o'lcham sifatida ishlatildi. Mana bu ko'rib atqaninglar muxninki spor g'o'zik ekan. Spor g'o'ziki. Ya'ni bu gul echilmaydigan o'simlikning qatoriga kirdi. Bu mushu spor g'o'zak orqali ko'paydi. Bu g'o'zak hozir pishibdi. Buni taxim yo'g'antish mumkin bo'lmadi. Buni mushu anatomiyalik mikroskopninki ostida kuzatsak, buning ichida intayin kichikkina uruq o'xshab ketadigan, ammo uruq emas, kichik donchalarning borligini ko'ra olamiz. Ashu kichik spora, ashu donchalar spora yerga tushgandan keyin yoki boshqa jismlarning ustiga tushgandan keyin bixlanib shunda muxga aylandi. Anadan keyin biz muxlar bilan lishayniklarni yer sharidagi tuproq hosil qiluvchi bo'z yer yasquvchi o'simliklar degan to'qa. Shuning ichidagi birsi bugungi tema muxlar ustida bo'ldi. Ko'rganinglarga rahmat.